Tushda hammom ko'rishning ta'birlari. Tushda cho'milganini ko'rgan kishi kasal bo'lsa sog'ayadi. Hammomga kirganini ko'rgan kishi uy bekasi tomonidan ranjitiladi. Hammomda o'tiradigan joy topgan kishi bir ayol bilan gunoh ishlar qiladi, yomonotliq bo'ladi. Hammomda cho'milganini ko'rgan kishi dushmanlari tufayli xafagarchilik va kasallikka duchor bo'ladi. Hammom qamoqxona va do'zaxga ham ishoradir. Biror kishi tushida o'lgan odamni hammomda ko'rsa, uning egnida eski-tuski kiyimlar bo'lsa, mahram joylari ko'rinsa, bu o'likning zimmasida badanining haqqi borligidan dalolatdir. Erkak ayolning hammomda birga cho'milayotganini ko'rsa, adolatning toptalishi, bid'at va shubhali narsalarni yo'yilishiga ishoradir. Hammomni boshpana qilib olgan kishi gunohga qasd qilgan bo'ladi. Hammomda cho'milgandan keyin chiqqanini ko'rgan kishi xotinining qarzi yoki qayg'usidan qutuladi. Qorong'u hammom qamoqxona demakdir. Hammomda ayollar bilan birga bo'lganini, ayollarni undan qochmaganini ko'rgan kishi qiyofasi yoki jinsini o'zgartiradi. Qadimdan hammom jahannam, fohishaxona, boshliq, zindon, turma nazoratchisi, dengiz, kema darg'asi deb ta'bir qilingan. Tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.